Assalomu alaykum barcha tinglovchilarga. Bugungi mavzuyimiz sun'iy intellekt va uning imkoniyatlaridan foydalanish. Ma'ruzachi Sirojiddin Qarshibayev. Sun'iy intellekt bu kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatini tahlil qilish qobiliyatidir. Barcha sun'iy intellektlarni ishlab chiqarishdan maqsad yagona bu shu murakkab jarayonlarni avtomatlashtirish, ya'ni shu murakkab jarayonlarni tahlil qilishni yengillashtirish, ish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Xuddi shunday sun'iy intellektlardan biri bu tahlilchi AI. Tahlilchi AI bu O'zbekistonda yaratilgan asosan biznes tahlili va savdoni bashorat qilishga ixtisoslashgan sun'iy intellekt platformasi hisoblanadi. Uning imkoniyatlari sun'iy intellekt yordamida kelajakdagi kunlik, haftalik va oylik sotuv hajmini bashorat qiladi. Qaysi mahsulotdan qancha buyurtma berish kerakligini hisoblab, ortiqcha zaxira to'planib qolish oldini oladi. Savdo va omborlar tizimi bilan bog'lanib, ma'lumotlarni avtomatik yig'adi. Murakkab raqamlarni tushunarli grafik va dashbordlar ko'rinishida taqdim etadi. Bu asosan bu platforma supermarketlar, do'konlar va ishlab chiqarish korxonalari uchun maxsus yaratilgan bo'lib, ular uchun hattoki maxsus modullarga ham ega. Buni ayrim cheklovlari bor, ya'ni cheklov mas'ul ozgina qilinishi kerak bo'lgan ishlari bor. Ulardan biri tizim to'g'ri ishlashi uchun unga korxonaning kamida bir necha oylik shu savdo ma'lumotlarini kiritish kerak. Ma'lumotlar qancha ko'p bo'lsa, natija shuncha aniq bo'ladi. Sababi bu oy uchun tizim prognoz berish kerak bo'lsa, o'tgan oydagi ma'lumotlarga tayangan holda bu oy uchun prognoz berish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bir necha oylik ma'lumotlarni kiritib, undan keyin tahlilchi AI to'g'ri, ya'ni bir samarali ishlashni boshlaydi. Keyingi sun'iy intellektimiz bu Gemini, ko'pchilik ishlatadigan bu sun'iy intellekt platformasi Google ekotizimiga ulangan AI yordamchi bo'lib, kundalik va axborot manbalarini izlab topishda, hujjatlar bilan ishlashda tez ishlaydi, ya'ni muammosiz ishlaydi. Buning imkoniyatlari juda ham ko'p. Ulardan biri matn yozadi, savollarga javob beradi, tahlil qiladi, rasm, jadval, hujjatlar bilan ishlay oladi. Hozirgi kunda rasm bilan juda ham Gemini yaxshi ishlayapti. Hattoki harakatlantiruvchi animatsion ko'rinishlarga ham Gemini juda chiroyli va sifatli tayyorlab beryapti. Google xizmatlari bilan integratsiyalashgan alohida modullari ham bor. Bu alohida shu Google bilan bog'liq bo'lgani uchun, o'sha ekotizimiga ulangan bo'lgani uchun Google xizmatlari bilan bevosita integratsiyalashgan. Keyingi sun'iy intellektimiz bu DeepSeek. DeepSeek kod va texnik tahlillar uchun kuchli AI hisoblanadi. Bu dasturchilar ishini yengillashtiradi, ammo barcha sun'iy intellektlar kabi buni ham bergan kodlarni albatta tekshirish kerak. Asosiy imkoniyatlari kod yozish, tahlil qilish va optimallashtirishda kuchli hisoblanadi. Texnik savollar va algoritmik masalalarni yechadi. DeepSeek aniqlik bilan ishlaydi. Bu sun'iy intellekt xuddi Gemini kabi bunda ham asosan shu aniq ma'lumotlarga tayangan holda natija qilib beradi. Dasturchilar uchun tezkor yordam sifatida ishlaydi. DeepSeek Xitoy mahsuloti hisoblanadi. Unga kirish manzili xuddi mana shunday: chat.deepseek.com. Cheklovlar va plagiat bo'yicha umumiy xulosa berib ketaman. Keyingi sun'iy intellektimiz bu Copilot deyshadi. Copilot bu Microsoft firmasiga taalluqli. Uning imkoniyatlari ham kam emas. U AI emas, balki shu ofis ishlarini maksimal tezlashtirish uchun ixtisoslashgan sun'iy intellekt. Ya'ni hozirda bu o'zida, ya'ni brauzerda o'zida avtomatik chiqib turadi. Copilot o'sha imkoniyatlardan biri ham xuddi shu. Ya'ni o'sha sahifada ishlayotgan sahifangizni avtomatik qaysi sahifada ishlatganingizni ham ko'rsatib turadi. Imkoniyatlari Word, Excel, PowerPoint, Outlook bilan ishlaydi. Matn yozish, jadval, tahlil, slayd tayyorlashlarni ham avtomatlashtiradi. Cheklovlari Microsoft ekotizimiga bog'liq murakkab ijodiy yoki ilmiy tahlilda cheklangan. Albatta bu DeepSeek va Geminiga nisbatan biroz cheklangan imkoniyatlari bor. Lekin sun'iy intellekt sifatida sahifalarni, shu brauzer sahifalarini to'liq tahlil qilib bera oladi. Keyingi sun'iy intellektimiz bu X kompaniyasiga taalluqli Grok.com.
Bu real vaqt axborotiga tayangan AI bo'lib, tezkor tahlil qilish uchun kuchli, lekin ilmiy va akademik ishlarda undan foydalanayotganda doim tekshirish kerak. Chunki nisbatan bu ilmiy va akademik ishlarni yaxlit, ya'ni umumiy ma'lumot berib ketadi. Uning asosiy imkoniyatlari real vaqt ma'lumotlar bilan ishlaydi. Savollarga tezkor, kontekstga mos javob beradi, trendlar va jamoatchilik fikrini tahlil qiladi. Hozirgi kunda Grok ham ya'ni o'sha animatsiya bilan juda yaxshi ishlayapti. Bunga biror bir rasmni berib, unga animatsiya harakatlantirish uchun prompt yozadigan bo'lsangiz, Grok ham Gemini kabi chiroyli animatsion grafik chiqarib bera olyapti. Yana bir sun'iy intellektimiz bu EsseFlow AI. Bu asosan ilmiy ishda, maqolada yozadiganlar uchun juda kerakli AIlardan biri hisoblanadi. Bu sun'iy intellektga asoslangan platforma foydalanuvchiga tez va inson yozgandek shu akademik tilda matnlar, insholar va turli xil shunday esseylar, ya'ni shu yaratishda yordam beradi. U original content va plagiat xavfi kam bo'lgan matnlar yaratib beradi. Ko'p tillarda qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni boshqa tillarda ham yoza oladi. Endi bu boshqa tillarda yoza olish imkoniyatlari ko'pgina sun'iy intellektlarga ham kiritilgan. Esseyni asosiy shu boshqa sun'iy intellektlardan farqi bu o'sha insholar yozishga, shu esseylar yozishga ixtisoslashganligi asosiy imkoniyatlardan biri shu. Murakkab ilmiy ishlar uchun cheklangan, AI aniqlangan o'tishi har doim 100% kafolatlanmaydi. Bu barcha AIlarga taalluqli va tizim plagiatga qarshi ishlaydi, lekin yakuniy tekshiruv tavsiya qilinadi. Albatta bu ham barcha AI platformalariga taalluqli bo'lgan cheklovlar. Keyingisi Gemini AI. Bu asosan akademik va ilmiy matnlar yozishga ixtisoslashgan sun'iy intellekt vositasidir. Bu ilmiy ish qilayotganlar ko'pchilik bilishadi bu platformani qay darajada kuchli va samarali ekanligini. Imkoniyatlari quyidagicha. Siz boshlagan fikrni AI ilmiy uslubda to'ldirib beradi. Ya'ni APA, MILA va boshqa IE formatda ham ilmiy manbalarni o'zi topib joylaydi. Adabiyotlar tahliliga ham juda yaxshi ishlab beradi bu sun'iy intellekt platformasi. Tadqiqot materiallarini yuklab, ular asosida savollarga javob olish imkonini ham beradi. Bu asosan olayotganimdek shu ilmiy ish bilan shug'ullanadigan, tadqiqot olib borayotgan, turli maqolalar yozayotgan foydalanuvchilar uchun juda yaxshi platforma hisoblanadi. Bepul versiyada kuniga faqat 200 ta so'z yozish mumkin. O'zbek tilida juda zaif ishlaydi, asosan ingliz tili uchun sozlangan. U yozgan matnlar ko'pincha AI tomonidan yozilgan deb oson aniqlanadi. Nimaga oson aniqlanadi? Chunki bu shunaqa akademik tilda yozadiki, akademik tilda AI detektorlari bunaqa tilda faqatgina AI yozishi mumkin deb shu AI detektorida ko'rinib qolishi mumkin. Bunda asosan shu let obzorda foydalansanglar juda ham yaxshi samara beradi. Adabiyotlar tahliliga juda yaxshi samara beradi. Lekin shu bepul versiyasida atigi 200 ta so'z yozish mumkin. Bu 200 ta so'z degani 1.5 bet so'z degani. Konsensus AI bu ham juda ham zo'r AI, bu ham Gemini ga o'xshaydi, lekin sal farq qiladi. Bu asosan undan ko'ra ko'proq bazaga ega bo'lgan sun'iy intellekt platformasi. Savollaringizga faqat shu taqrizdan o'tgan ilmiy ishlar asosida javob beradi. Topilgan bir nechta maqolalarni umumlashtirib, sizga bitta qisqa va aniq xulosa yozib beradi. Har bir gapning yonida o'sha ma'lumotdan olingan maqolaga aniq havola link qo'yiladi. Bu juda zo'r imkoniyat, chunki siz adabiyot tahlili qilganingizda boshqa sun'iy intellekt platformalari adabiyotdan namuna keltirishi mumkin, lekin o'sha adabiyotga olib boruvchi linkni ko'rsatmaydi. Bu esa o'sha linkni, o'sha har bitta gapni tagiga qo'yib ketadi. Adabiyotlar tahlili uchun bu ham eng ko'p foydalaniladigan va eng ishingizni tez va samarali qiladigan sun'iy intellekt platformasidan biri hisoblanadi. Maqolalarni iqtiboslar soni va jurnal nufuziga qarab filtrlasa ham bo'ladi. Bu juda ham zo'r imkoniyat.
yana bir ko'p foydalaniladigan sun'iy intellektlardan biri bu justdan.com. Bu turli kontentlar, maqolalar, postlar yaratadi. O'shalarni hammasini parafraz qiladi, yana ham yaxshilaydi. Shu AI tomonidan yozilgan matnni aniqlaydi, o'zida detektor bor va uni inson uslubiga o'tkazadi. Ya'ni shu inson yozgan kabi tartiblab beradi. Original kontentni ta'minlaydi va matndagi xatolarni tuzatadi. Bu juda ham yaxshi sun'iy intellekt. Bu aynan shunga moslashgan. Biz yuqoridagi Gemini yoki ChatGPTlarda agar aytadigan bo'lsak, ularni shunga moslashtirish kerak. Bu sun'iy intellektlar esa aynan shu yo'nalishga moslashtirilgan sun'iy intellektlar hisoblanadi. O'shaning uchun bularni alohida tanlab saralab chiqqanman. Bu hammamizga foydali va manfaatli bo'ladigan umiddaman. Bunda ham cheklovlari bor, ya'ni xatoliklar yoki noto'g'ri aniqlashlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim natijani tekshirish kerak. AI yoki boshqa manbalardan nusxa ko'chirib, manba ko'rsatmasidan foydalanilsa, plagiat bo'lishi mumkin. Bu har qanday AI vositasi uchun umumiy xavf hisoblanadi. Umuman olganda, bundan asosiy foydalanadigan qism, ya'ni shu siz yozgan maqolani parafraz qilishda foydalanishingiz mumkin, ya'ni ma'nosi o'zgarmagan holda tartiblarni almashtirishda ishlatishingiz mumkin. justdan.com. Keyingi sun'iy intellektimiz bu quillbot.com. Asosiy imkoniyatlari shu matnning ma'nosini saqlagan holda so'zlar va gap strukturasini o'zgartirib beradi. Bu ham xuddi shu yuqoridagi kabi ishlaydi, faqat bu o'zini alohida interfeysi bilan unisidan farq qilib turadi. Imlo va punktuatsiya xatolarini avtomatik tuzatadi. Uzun maqola yoki hujjatlarni asosiy mazmunini saqlab, qisqa ko'rinishga keltiradi. Bu ba'zida maqolalar yozamiz, jurnal talabiga mos kelmaydi, ya'ni 13, 14, 15, 16 bit maqola yozganimizda jurnalda esa 8, 10 bit ko'rsatilgan bo'ladi. O'shaning uchun kesib tashlamasdan, qaysidir qismlarni olib tashlamasdan, o'sha ma'nosini saqlagan holda hajmini kichaytirish uchun shu sun'iy intellektdan foydalanishingiz mumkin. Har bir so'z ustiga bossangiz, unga mos eng yaxshi sinonimlarni taklif qiladi. Bu ham juda ham ajoyib imkoniyat. Bu bazasi juda keng sun'iy intellektlardan biri. Ya'ni shu qaysidir so'z ustiga bossangiz, shuni sinonimiga almashtirib ketsangiz bo'ladi. Keyingi sun'iy intellektimiz bu talabalar tomonidan juda ko'p foydalaniladigan kimi.com. Bu sun'iy intellekt professional taqdimot yaratishi mumkin, ma'lumotlarni tahlil qilishi, grafiklar qilib berishi mumkin, dasturlash va veb loyihalarda ham hozirda juda yaxshi ko'makchi bo'lib ishlayapti. U dizayni juda ajoyib. Bundagi dizayn nisbatan gamma.app'dagi dizayndan yaxshiroq qilib beryapti Kimi. Asosan qiladigan ishi taqdimot yaratishda ko'p foydalanishingiz mumkin. Qolgan kodlar bilan ishlashda esa yuqoridagi Gemini yoki Grokdan foydalanishingiz mumkin. Bu kimi.com asosan shu taqdimotda ishlatsangiz, bu o'sha kuchi asosan shu taqdimotda. Juda ham chiroyli bir interaktiv taqdimot yaratib beradi. Bundan tashqari ilmiy ishingiz uchun ulardan tashqari bir qancha sun'iy intellektlarimiz ham bor. Shulardan biri Litmaps, Napkin, mana Gemini yuqorida ko'rganimiz, yana bu yerda tavsiya qiladiganimiz Research Rabbit. Mana bu ham juda ham ajoyib sun'iy intellekt. Bu ham ilmiy izlanish qilayotganlar uchun asosiy yordamchi sifatida ishlaydi. Qolganlari ham xuddi shunday. Barchasining maqsadi bitta. Ishimizni yana ham samarali, tezroq bajarishimizda yordamlashish vazifasini bajaradi. Umuman olganda sun'iy intellektlardan to'g'ri foydalanish kerak. To'g'ri foydalansangiz sizga tayyor yordamchi hisoblanadi. Sun'iy intellektlar yuqoridagi kabi faqat ilmiy ishlarda emas, o'qituvchilarga uchun emas, boshqa yo'nalishlar uchun sun'iy intellektlar ham ko'p. Turli sohalardagi AIlarga misollar keltirganman. Bulardan biri Ada Health, ya'ni bu simptomlar asosida dastlabki tashxis qo'yishda yordam beradi. Bu meditsina uchun juda ham qo'l keladigan sun'iy intellektlardan biri. Bu hozirda qo'llanilyapti. Va yana Autodesk AI bu chizmalarni tahlil qilish, loyihadagi xatolar yoki
xavflarni oldindan aytib berish uchun ishlatiladi. Bu ham inson ko'rmagan, ko'zga ilg'amagan ba'zi kamchiliklarni sun'iy intellekt avtomatik ko'rsatib beradi. Plant Village AI, ya'ni o'simlik bargini rasmga olganda uning kasalligini aniqlaydi va davolash usullarini aytadi. Bunda AI shunchaki aytmaydi, bu o'zida minglab, millionlab xuddi shunday algoritmlarni o'ziga qabul qilgan, minglab, millionlab namunalarni o'zida saqlaydi. O'sha namunalar asosida sizga xulosa beradi. Midjourney matnli tavsif asosida realistik va badiiy tasvirlar yaratadi. Hozir Midjourney juda ham ko'p ishlatilayotgan sun'iy intellektlardan biri. Buni talabalarimiz ham juda ko'p ishlatishayotgan bo'lishi mumkin. Chem AI bu ya'ni asosan kimyogarlar uchun 20 milliondan ortiq kimyoviy reaksiyalar bazasiga tayanib, yangi sintez marshrutlarini optimallashtiradi va reaksiyalar samaradorligini bashorat qiladi. Grid OS, ya'ni elektr tarmoqlarini boshqarish uchun operatsion tizim, u tarmoqdagi yuklamani real vaqtda tahlil qiladi va energiya oqimini avtomatlashtiradi. Yana bir sun'iy intellektlarimizdan biri bu beton tarkibidagi qum, sement, suv va shu kabi qo'shimchalar nisbatini sun'iy intellekt yordamida tahlil qiladi. U berilgan mustahkamlik darajasini saqlagan holda eng arzon va ekologik tarkibni hisoblab beradi. Undan tashqari yana Perkin-Elmer sun'iy intellekti donning shu kimyoviy tarkibini bir necha soniya ichida aniqlaydi. Sun'iy intellekt turli hududlardan kelgan don namunalarini solishtirib, ulardan qaysi turdagi un yoki mahsulot uchun foydalanish ma'qulroqligini tavsiya qiladi. Yuqorida aytganimizdek, shu barcha sun'iy intellektlarning asosiy vazifasi, maqsadi shu insonni murakkab jarayonlarni yana ham bir samarali yechimini qilib berishdan iborat. Bu sun'iy intellektlar barcha sun'iy intellektlardan foydalanish uchun respublikamizda ham 5 million sun'iy intellekt yetakchisi nomli bir loyiha ishga tushgan. Bu loyiha iLeaders.uz platformasida amalga oshiriladi. Shu platformadan foydalanib, o'qib, sun'iy intellekt haqida, undan foydalanish usullari haqida yana ham batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.